Qiymati 678,2 million AQSh dollariga teng bo'lgan loyiha amalga oshirildi. O'rnatilgan quvvati stansiyamizdagi 980 megawattni tashkil etgan. Bularni bir-biri bilan solishtirsak, osmon bilan yerdagi farqi bor. Svet o'chdi deb qo'yaverardi. Hozir unaqalar oddiy hol bo'lardi. Hozir unaqa emas. To'liq yuklamaga yutgandan keyin o'zi eski energiya bloklarga yuklamani beramiz. Uyda svet o'chgandan menga qo'ng'iroq qiladilar. Nima bo'ldi? Taqa-tash tinchlikmi dedi. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Belgilangan reja asosida. Ana biz hozir yosh paytimizga kelib qolsak-ku, yangi bloklarda ishlatsak. Bu yerdagilar aytishardi, svet o'chaveradi. U nima sababdan? Telefon qilsak, elektrosetka telefon. Faqat stansiya vinovat deyishardi. Hozir unaqa gaplar yo'q. Shaxsan prezidentimning o'zlari ahamiyat bergani uchun energiya tizim yaxshi tomonga o'zgardi. Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi. Bu yerda ishlab chiqarilayotgan nur butun Qoraqalpog'iston bo'ylab tarqaladi va har bitta xonadonda, ta'bir joiz bo'lsa, har bitta qalbni yoritadi desak xato bo'lmaydi. Chunki bugungi kunda inson uchun eng muhim, zarur bo'lgan resurs bu elektr energiyasi hisoblanadi. Bilasizmi, Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi aslida 1961-yilda ish boshlagan va shundan so'ng qariyb 30 yil davomida bu yerda katta hajmdagi modernizatsiya ishlari amalga oshirilmagan va bu esa o'z navbatida shiddat bilan rivojlanayotgan sanoatimiz va aholining talablarini qondirishda muammolarga duch kelganligi ham haqiqat. Ammo davlatimiz rahbari o'z lavozimiga kirishgan dastlabki yillarning o'zida ushbu masalaga alohida e'tibor qaratdi va O'zbekiston tarixidagi mega loyiha, qiymati 678,2 million AQSh dollariga teng bo'lgan loyiha amalga oshirildi va natijada siz ko'rib turgan har birining quvvati 280 megawatt bo'lgan ikkita bug' gaz qurilmasi foydalanishga topshirildi. Biz bugungi ko'rsatuvimizda mazkur obyekt, ya'ni O'zbekistondagi so'nggi 7 yil ichida amalga oshirilgan eng yirik strategik loyiha haqida so'z yuritamiz. Bundan 63 yil muqaddam ishga tushirilgan birinchi kuch qurilmasi bugun zamonaviy taraqqiyot formulasi ila Orol bo'yi hududida sifatli va samarador gigant inshootga aylandi. Prezidentimizning tashabbusi bilan amalga oshirilgan mazkur loyiha natijasida Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatidagi sanoat korxonalari va ijtimoiy soha obyektlarini sifatli va uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati yaratildi. Bizning stansiyamizda kuniga 11 million kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqarilmoqda. Albatta bu dispetcherning topshirig'iga binoan. Bu ishlab chiqarishimiz yanada oshadi, chunki stansiyamizda 4 ta energiya blok, har bir o'rnatilgan quvvati stansiyamizdagi 980 megawattni tashkil etgan. Shu hisobiga dispetcherlarning topshirig'i bo'yicha biz yuklama olamiz, nagruska olamiz, iste'molchilarga yetkazib beramiz. Eski bu yoqda turgan hozir ko'ryapmiz, eski bug'doz turbinalarni, ya'ni bu yangisi qurilganni afzalliklar nimada bo'lyapti hozir? Bu eski qurilgan energiya blogimiz 78 energiya blok hisoblanadi. Bu 1987-yil va 1990-yil ishga tushgan. Hozir ham ishlab turibdimi? Hozir ham bu ikkita energiya blogimiz ishda. Hozirgi paytda 7-energiya blogimiz joriy ta'mirga ketyapti. 8-blogimiz ish quvvatda ishlab turibdi, nominal nagruskada. Bu yangi qurilgan bu gaz qurilmamiz afzalligi ekologik jihatdan atmosferaga chiqadigan chiqindilarni kamaytirish va yana shartli yoqilg'i sarfini kamaytirish hisobi. Ya'ni energiya bloklari hozir o'rtacha 380 gram kilovat shartli yoqilg'i sarflaydigan bo'lsa, bu yangi qurilgan stansiyamiz 245 gram kilovat soat shartli yoqilg'i sarflaydi. Bu degan 50% ga почти kamaydi degan.
Yangi loyihaning ishga tushishi bilan elektr energiyasini ishlab chiqarishda tabiiy resurslarga bo'lgan ehtiyoj yiliga 452 million metr kubdan 159 million metr kubgacha kamaydi. Shuningdek, zararli bug' gazlarning atrofga tarqalishi yiliga 972 ming tonnadan yanada kamayishga erishilmoqda. Yangi qurilmalar elektr energiya ishlab chiqarish uchun sarflanadigan shartli yoqilg'ini tejashga katta imkon yaratdi. Hozirda 1 kilovatt-soat elektr energiya ishlab chiqarish uchun 230-245 gram yoqilg'i sarflanmoqda. Avvallari bu ko'rsatkich 430-435 grammni tashkil qilardi. Stansiyada mana men 40 yil davomida mehnat qilib ishlagan bo'lsam, biz hamma bloklarni ko'rdik, ishlaganini ko'rdik, hamma uskunalarning ishlaganini ko'rganmiz. Eski uskunalarni, mana yangi uskunani, yangi blokni ishlashini ko'rdik. Bularni bir-biri bilan solishtirsak, osmon bilan yerdagi farqi bor. Sababi qancha mana shu yerda ekonom bo'lyapti. O'shaning hisobidan yangi blokda elektr energiya ishlab chiqarish natijasida yiliga 500 million metr kub tabiiy gaz ekonom qilinyapti hozir. Uskunalarni boshqarish ham oson. Kompyuter bilan boshqariladi, hammasi yengil. Bir yerda o'tirib, hamma texnologik proseslarni ko'rib o'tirib boshqarish mumkin. Bunday uskunalarni biz avvallari bu xayolimiz ham kelmagan. Ko'ramiz buni, o'zimiz ishlaymiz deb. Issiqlik elektr stansiyasida barcha jarayonlar avtomatlashtirilgan tizimda boshqariladi. Mana bu boshqarish pulti. Bu yerda har bir jarayon fizika qonunlari ustiga qurilgan. Oddiy odamlar tushunishi qiyin. Bu yerda elektr energiyasini ishlab chiqarishning hamma bosqichlari nazorat qilib boriladi. Endi biz ishlagan vaqtlarda sharoitlarimiz past edi, to'g'risi. Va hattoki yo'riqnomalarni qo'lda yozardik. Pechat qilishga ham mashinkalar o'chirib bo'lardi, hamma narsani pechat qilish kerak edi. Hozir Xudoga shukr, mana hamma narsa kompyuterlashgan, texnika rivojlanib ketgan. Shu bilan hozirgi ishlagan hamkasblarga havas qilaman. Bizlar ishlagan paytda даже ishlaydigan, oladigan tahlillarimiz ham har yoqqa borib, katolarning tagidan, borib qozonlarning tagidan borib olib kelardik, turbinalarning. Hozir hammasi laboratoriyaning ichida joylashgan, bemalol borib, bemalol analiz qilishadi. Bundan tashqari stansiyada soatiga 110 tonna issiq suv ham ishlab chiqarilib, tuman aholisiga yetkazib beriladi. Asosiy iste'molchilar ko'p qavatli turar joylar, ijtimoiy obyektlar hisoblanadi. Bu yerda suv 65 va 75 gradusda qizdiriladi. Maksimal ishlatish imkonini biz to'ldirmoqdamiz. Asosiy bu gaz qurilmalarini yuklamasini oshirish hisobiga amalga oshirmoqdamiz biz. Keyin yuklamalarni bu gaz qurilmasiga beramiz. To'liq yuklamaga yetgandan keyin eski energiya bloklarga yuklamani beramiz. Uzluksiz bu energiya bloklarini ishlashini ta'minlash uchun albatta tunu kun navbatchilik tashkil etilgan. Har bir qurilma nazorat ostida va boshqariladi. Qurilmalarni jadval asosida ta'mirga vaqtda chiqarilib, vaqtida ishga tushirilmoqda. Shuning hisobiga bu uzluksiz ishlashni ta'minlaydi. Taxyotosh issiqlik elektr stansiyasi. Bu yerda ishlab chiqarish jarayoni sutkada 24 soat davomida to'xtovsiz amalga oshirilib, mutaxassislar tomonidan uskunalar tunu kun nazorat qilib boriladi. Hozirgidek jaziramaning issiq kunlarida ham korxonada ishlar qizg'in. Har bir xodim issiqni issiq, sovuqni sovuq demasdan ishlayotgani ham aslida qahramonlik. Chunki ularning mehnati evazigagina biz sovutgich ostida salqin havoda dam olyapmiz.
Korxonada kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari doirasida asosiy va yordamchi uskunalarning barqaror ishlashini ta'minlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan bo'lib, ishlar belgilangan jadval asosida olib borilmoqda. 2025-yilda asosiy uskunalarning ta'mirlash jadvaliga muvofiq 1-sonli bug' gaz qurilmasida inspeksiya ishlari hamda 8-energoblokda mukammal ta'mir ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Ayni kunlarda quvvati 280 megawatt bo'lgan 1-sonli bug' gaz qurilmasida inspeksiya ishlari yakunlanmoqda. Mazkur ishlar O'zbek Energo Ta'mir aksiyadorlik jamiyati, O'zenergo sozlash mas'uliyati cheklangan jamiyati hamda AQShning Jevernova korxonalarining mutaxassislari tomonidan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Korxona tomonidan joriy yilning 5 oyi davomida iste'molchilarni elektr va issiqlik energiyasi bilan ta'minlash maqsadida 1,77 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi va 18,3 ming gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqarildi. Shu davrda 1 kilovatt-soat elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun reja bo'yicha ko'zda tutilgan 287,48 gram o'rniga amalda 270,63 gram shartli yoqilg'i sarflangan. Buning natijasida 24,8 million kub metr tabiiy gaz iqtisod qilindi. Ana biz hozir yosh paytimizga kelib qolsak, yangi bloklarda ishlatsak, bularni boshqarsak, texnologik proseslarni ko'rsak, o'rgansak, hozir ishlayotgan yosh mutaxassislarga havas qilamiz. Ular ishlayapti, boshqaryapti. Bularni boshqarish uchun ular qancha vaqt davomida o'qidi, o'rgandi. Hatto bular mana oxirgi 2-3 yil ichida Rossiyaga, Italiyaga borib, o'qib, tajribasini orttirib, kelib mana hozir ishlayaptilar. Mana oxirgi 7-8 yil ichida shaxsan prezidentimning o'zlari ahamiyat bergani uchun energiya tizim yaxshi tomonga o'zgardi. Stansiyada yoqilg'i energiya resurslaridan samarali foydalanish va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha ham sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. 2025-yilning 5 oyi davomida umumiy quvvati 1,7 megawatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi, 380 ta quyosh panelli yoritish chiroqlari, 550 ta harakat datchiklari hamda 22 ta chastota o'zgartirish qurilmalari orqali 1,344 ming kilovatt-soat elektr energiyasi iqtisod qilindi. Bu 8966 ta xonadonning bir oylik iste'molidagi elektr energiyasiga tengdir. Hajmi 2800 litr bo'lgan 14 ta quyosh suv isitish qurilmalari orqali 20,5 gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqarildi. Eng ahamiyatli mazkur yashil energiya manbalari hisobiga xuddi shu davrda jami 142,6 ming kub metr tabiiy gaz iqtisod qilindi. Natijada 640 tonna atrof muhitga chiqish mumkin bo'lgan chiqindi gazlarning oldi olindi. Muqobil elektr energiyalarni jadallashtirish va joriy etish bo'yicha shu kungacha bizda stansiyamizda yashil energiya bo'yicha quyosh fotoelektr stansiyasini umumiy 1700 kilovatli fotoelektr stansiya ishga tushirildi va hozirgi paytda o'z ehtiyojiga sarflanib iqtisod qilmoqda. Stansiyada elektr energiyasini ishlab chiqarish bilan bir qatorda prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan inson qadri uchun tamoyili asosida ishchi xodimlar uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratishga ham alohida ahamiyat berilmoqda. Korxonada mehnat muhofazasi talablari ta'minlangan. Mavjud mehnat sharoitini yaxshilash maqsadida keng ko'lamli ta'mirlash va sozlash ishlari amalga oshirildi. Men masalan Xorazmga gaz analiz tekshirishga borganda u yoqdagilar aytishardi, svet o'chaveradi. U nima sababdan? Sizlar vinovat, sizlar telefon qilsak, elektrosvetga telefon qilsak, faqat stansiya vinovat deyishardi. Hozir unaqa gaplar yo'q. Hamma yerda texnika rivojlangan, elektrostansiyamiz yaxshi ishlayapti. Shuning uchun to'q o'chishlar, svet bo'lmasliklari yo'q. Hozir bemalol hamma bu stansiyamiz orqasidan hammasi joyida. O'ylamaysizmi, svet o'chib qolsa nima bo'lishi mumkin deb hayratlanardik. Hozir u vaqtda svet o'chdi deb qo'yaverardik. Hozir unaqalar oddiy hol bo'lardi. Bu prezidentimizning shunaqangi talablariga javob beradigan, hamma narsa xalq uchun. Xalqqa shunaqangi nimalar ko'rsatish kerak, ular hech qanday norozi bo'lmaslik kerak. Prezidentimizga rahmat.
ishchi xodimlarning salomatligiga ham e'tibor qaratilib, ishdan bo'sh vaqtlarni sport bilan shug'ullanishlari, madaniy va ma'naviy hordiq chiqarishlari uchun ham zarur barcha sharoitlar yaratilgan. Muxtasar aytganda, mamlakatimizdagi eng yirik elektr energiyasini ishlab chiqarish manbai hisoblangan Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi bugun yangi O'zbekistonning shiddat bilan rivojlanishiga munosib hissasini qo'shishni davom etmoqda.